Bu loyiha Xalq banki hamkorligida Andijon viloyati Buloqboshi tumani Do'la MFida 1764-1763-18-15 sonli konturda amalga oshirilgan. Bu yerda sarimsoqlar ekilgan. Maydoni hajmi 6,2 gektar, uzunligi 620 metr, bo'yi 100 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda mineral o'g'it bilan oziqlantirildi. Ushbu loyiha 25 dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,25 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun Sharq Agrotilla ishlab chiqarish korporatsiyasi biriktirilgan. Loyihani amalga oshirish uchun yetarli bilim va ko'nikmalarga ega. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 62 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirish olgandan so'ng navbatdagi ekin ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalariga daromad yanada oshirib boriladi.